Judolik. Oxirati kuyganlar. Muallif Nurhayot. Iroda telefon ekranidagi rasmga qarab turib, nafasi bo'g'ziga tiqildi. Rasmda onasining bir paytlar mag'rur bosgan o'ng oyog'i yo'q. U endi oyoqqa o'xshamasdi. To'piqdan pastki qismi qop-qora tusga kirgan, terisi shishib, tushunarsiz yiringli yaralar bilan qoplangan edi. Bu qandli diabetining eng so'nggi va mudhish bosqichi, gangrena edi. Iroda devorga suyanganicha yerga cho'kib qoldi. Quloqlari ostiga onasining "Senday qizim yo'q" degan hayqiriqlari jarangladi. Shu payt eshikdan Siroj kirib keldi. Uning yuzida tabassum, qo'lida esa Iroda yaxshi ko'radigan shirinliklar bor edi. Iroda, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Siroj xotinining rangi o'chib ketganini ko'rib, darhol yoniga yugurdi. Iroda titrayotgan qo'llari bilan telefonni unga uzatdi. Siroj rasmga qaradi-yu, yuzidagi tabassum o'rnini jiddiylik egalladi. U hammasini tushundi. Bu onangmi? Pichirladi Siroj. Shunday. Zilola yubordi. Ahvoli og'ir emish. Irodaning ovozi titrardi. Siroj aka, men nima qilay? Borishim kerakmi? U meni boylikka almashib hayotimni jahannamga aylantirgan edi. Lekin bu rasm... Siroj og'ir tin oldi. Borishing kerak, dedi Siroj qat'iy ohangda. Agar bormasang, ertaga bir gap bo'lsa, o'zingni bir umr kechira olmaysan. Men ham sen bilan boraman. Ular qishloqqa yetib kelishganida quyosh botib atrofga sovuq g'ira-shira cho'kkan edi. Darvoza yarim ochiq. Hovlida esa o'tkir chirindi va kuchli dori hidi anqirdi. Mehmonxonaga kirishganida to'shakda yotgan jussani ko'rib Iroda tanimay qoldi. Ra'no holi juda ozib, rangi ham sarg'ayib qolganda. Opa! Zilola otilib chiqib Irodaning bo'yniga osildi. Onam, yordam bering. Doktorlar kesish kerak. Lekin yuragi ko'taradimi yo'qmi biz bunga javob bermaymiz deyishyapti. Ra'no xola ko'zlarini zo'rg'a ochdi. Uning xira tortgan nigohlari avval Irodaga, keyin uning ortida tog'dek bo'lib turgan Sirojga tushdi. Bir paytlar yalangoyoq deb haydagan yigiti endi uning so'nggi umidi bo'lib qarshisida turardi. Keldingmi? Pichirladi Ra'no xola. Uning ovozida endi avvalgi qahr yo'q. Faqat pushaymonlik va qo'rquv bor edi. Meni qutqar. Iroda. Oyog'im yonayapti. Do'zax olovi oyog'imdan boshlandi qizim. Siroj qaynonasini eng yaxshi doktorlarda operatsiya qildirdi. Bir oyog'i tizzasigacha kesildi. Shundan keyin ahvoli ancha yaxshilandi. Kasalxonadan chiqib Ra'no xola va Zilola Irodaning uyida yashay boshlashdi. Kun sayin Ra'no xolaning ahvoli yaxshi tomonga o'zgarib bordi. Bu tashvishlar bilan bo'lib, Iroda Sirojga ham vaqt ajrata olmadi. Ularning asal oyi kasalxonalarda o'tdi. Siroj tong sahardan kechgacha ishda, yangi qurilish obyektlariga yugurardi. Uyga kelganida Irodaning bir og'iz shirin so'ziga maqtal bo'lardi. Iroda onasining ukollari, dori-darmonlari va injiqliklari bilan bo'lib, Sirojga vaqt topolmasdi. Yotoqxonaga kirganida esa Siroj uxlab qolgan bo'lardi. Siroj bugun ishdan erta keldi. Ishdagi muammolar sabab kayfiyati yo'q edi. Tinchlikmi Siroj aka? Erta kelibsiz? Iroda xavotirlanib so'radi. Endi o'z uyimga ham xohlagan paytimda kela olmaymanmi? Siroj jahl bilan javob qaytardi. Irodaning ham kayfiyati uchdi. Sirojning ortidan yotoqxonaga kirdi. Siroj aka, nega jahl qilyapsiz? Hech narsaga. Siroj e'tibor bermay kiyimlarini almashtirib berdi. Sizga nimadir yoqmayaptimi? Ayting. Hammasi zo'r, orzu qilganimdek. Sirojning kinoyali gapidan Irodaning battar jahli chiqdi. Odamga o'xshab gapirsangiz-chi? Biz odam bo'lmay qoldikmi, Iroda? 2 oy bo'ldi. Tushunyapsanmi?
2 oy. Qachon oxirgi marta bir-birimizga xayrli tun tiladik? Eslay olasanmi? Axir o'zingiz onangga yordam ber dedingiz-ku. Men yordam ber dedim. Yordam. Ularga yopishib ol demadim. Meni butunlay unutib qo'yding. O'zimni xuddi pul topishga mo'ljallangan uy xizmatchisidek his qilyapman. Yotoq-ku, mayli. Hech bo'lmasa 1-2 og'iz shirin so'z aytish mumkindir. Lekin sening shunga ham vaqting yo'q. Vaqting bo'lganda kayfiyating yo'q. Iroda yostig'ini quchoqlagancha yig'lay boshladi. Siroj oshirib yuborganini angladi. Chuqur uf tortib, Irodaning yoniga yotdi. Iroda, u mayin ovozda chaqirdi. Nima deysiz? Erining jahli pasayganidan u ham yon berdi. Kel, bir quchoqlay. Iroda erining quchog'iga kirib oldi. Xayriyat-e, xotiningni quchoqlaydigan kun ham bor ekan. Siroj hazil qildi. Boring-e. Iroda noz qilib teskari o'girilib oldi. Seni yaxshi ko'raman, Irodam. Men ham sizni. Opa, shu yerdamisiz? Sirojning fig'oni falakka chiqdi. Iroda xijolat bo'lib o'rnidan turdi. Tezda qaytaman. Bu tez qanchalik uzoqqa cho'zilishini Siroj bilardi. Tishlarini g'ichirlatib shiftga qaradi. Uning tomirlarida gupillab urayotgan qon bir lahzada muzdek bo'ldi. Oxirgi kunlarda Iroda o'zini g'alati his qila boshladi. Avvaliga buni tinimsiz yugur-yugur onasining parvarishi va uyqusizlikka yo'ydi. Ammo tanasidagi lanchlik, vaqti bilan ko'tarilayotgan tana harorati va pastki sohadagi tushunarsiz og'riqlar uni jiddiy tashvishga sola boshladi. U Sirojga hech narsa demadi. Hammasini ichiga yutdi. Ammo og'riqlar chidab bo'lmas darajaga yetgach, u yaqin atrofdagi ayollar shifokoriga borishga majbur bo'ldi. Shifokor analizlarni ko'rar ekan, yuzi jiddiylashdi. U Irodaga tushunarsiz va sovuq nigoh bilan qaradi. Qizim, turmushga chiqqaningga qancha bo'ldi? So'radi shifokor analiz natijalariga ko'ra. 2 oy. Iroda hayron bo'lib javob berdi. Bu birinchi turmushingmi? Yo'q, ikkinchisi. Senda surunkali jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasallik aniqlandi. Bu kasallik tanangda ancha vaqtdan beri uyqu holatida yotgan. Hozir esa immuniteting tushgani sababli uyg'ongan. Irodaning boshi aylanib ketdi. Nima? Qanaqasiga? Axir men bu kasallik darhol belgi bermaydi, tushuntirdi shifokor. Uni senga sobiq turmush o'rtog'ing yuqtirgan bo'lishi mumkin. Bu xavfli, chunki asoratlari bepushtlikka yoki ichki a'zolarning jiddiy yallig'lanishiga olib keladi. Iroda shifoxona yo'lagiga chiqarkan, miyasida faqat bir ism aylanardi. Dilmurod. O'sha vafosiz, nopok, hatto ketayotib ham Irodaning hayotini zaharlab ketgan ekan. Endi u Sirojga nima deydi? Sirojga ham yuqqan bo'lsa-chi? Uyga qaytganida Iroda ruhan o'lik holatda edi. Oshxonaga kirganida Zilola uning rangi o'chganini ko'rib, darhol gap boshladi. Opa, sizga nima bo'ldi? Shifokordan keldingizmi? Nima deyishdi? Iroda javob bermay xonasiga kirib ketdi. U yig'lay olmasdi. Faqat ichidan qandaydir qora narsa o'rlab kelayotgandek edi. Shu payt Siroj ishdan keldi. Uning kayfiyati bugun a'lo edi. Qo'lida Irodaga atalgan guldasta bor edi. Irodam, qayerdasan? Siroj xonaga kirib, xotinning yotoqda o'ranib yotganini ko'rdi. Senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Iroda unga qarab, lablari titradi. Uning nigohida shunday og'riq bor ediki, Sirojning yuragi qinidan chiqib ketayozdi. Siroj aka, meni kechiring. Iroda yig'lab yubordi. Men sizga munosib emasman. Siroj stol ustida turgan analiz qog'ozlarini olib o'qiy boshladi. Barchasini anglaganida esa qo'lidagi qog'ozlarni tutib qola olmadi. Hammasi xona bo'ylab sochilib ketdi.
Tushkunlikka tushma, Iroda. Men sen bilaman. Sizga ham yuqqan bo'lsa-chi? Yo'q. O'zimni kechira olmayman. Iroda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Birga davolanamiz. Faqat sen siqilma. Ertaga shahardagi eng yaxshi shifoxonaga boramiz. Sirojning analizlari chiqdi. Omadli ekansiz. Sizga kasallik yuqmabdi. Ammo bu yog'iga ayolingiz tuzalib ketmaguncha masofa saqlaganingiz tuzuk. Chunki bu oddiy kasallik emas. Oqibati bepushtlik va jinsiy hayotga yaroqsizlikka olib kelishi mumkin. Ayniqsa, erkaklarda og'ir kechadi. Siroj juda tushkunlikka tushib qoldi. Irodaga uylanganidan buyon boshi kasallikdan chiqmasdi. U ruhan charchaganda. Yuragidagi gaplarni Irodaga ayta olmas. Yorilolmagan sari bo'g'ilib borardi. Uyga kelganida uni Iroda eshik oldida kutib turardi. Nima bo'ldi, Siroj aka? Siroj bu xabar Irodaga qanday ta'sir qilishini o'yladi. Nima bo'lsa ham rostini aytishga qaror qildi. Menga yuqmabdi. Iroda xursandligidan erini quchoqlab oldi. Siroj ham bir qo'li bilan Irodani nomiga quchib qo'ydi. Siz uchun xursandman, Siroj aka. Ozgina bo'lsa-da vijdon azobidan qutuldim. Siroj hech narsa demadi. Qo'lidagi analiz javoblarini Irodaga berib, ishga ketdi. Iroda endi erimga vaqt ajrataman deganda bu kasallik haqida xabar topdi. Shundan boshlab ishim ko'p bahonasi bilan Siroj uyga kech qaytadigan odat chiqardi. Iroda yarim tungacha kutib charchab uxlab qolardi. U eridan ortiq yaqinlik kutmas, shunchaki dalda istar edi. Siroj esa o'zini yigitlik davrining eng shirin davrlarini shunchaki o'tkazib yuborayotgandek his qilardi. Ammo Irodaga bo'lgan muhabbat tufayli unga xiyonat qilish haqida ham o'ylamasdi. Bir kuni Iroda Xudoga nola qilib yig'ladi. Qaysi gunohlarim uchun buncha jonimni qiynamasang, Allohim? Iroda birdan to'xtadi. Ko'ngliga kelgan ismni o'ylab qotib qoldi. Nahotki bu Alisherga qilgan nohaqligim uchun jazo bo'lsa? Ha. Nega bu avvalroq xayolimga kelmadi? Uni topib kechirim so'rashim kerak. Mayli, u meni kechirmasin. Ozgina bo'lsa ham vijdon azobidan qutulardim. Iroda ko'z yoshlarini artib xonadan chiqarkan, oshxonada bemalol kofe ichib, kulib gaplashayotgan onasi va singlisini ko'rib to'xtab qoldi. Uning vujudidagi og'riq bir chetda qolib, qalbida uzoq yillardan buyon to'planib kelgan achchiq haqiqat sirtga otildi. Mazzaga, shundaymi? Iroda pichirlab gap boshladi, lekin ovozi qaltirardi. Hammasi zo'r. Hammaning qorni to'q, usti but. Faqat mening hayotim jahannam bo'lsa ham hech kimning ishi yo'q. Zilola piyolani sekin stol ustiga qo'yib, opasiga g'alati qaradi. Nimalar deyapsiz, opa? Gapga onasi aralashdi. Taqdir ekan, qizim. Taqdir? Iroda onasining gapini kesdi. Meni Dilmurodga sotgan taqdir emas, sizlar bo'lasiz. Taqdirni bunga aralashtirmanglar. Qizim, yana boshlama. Kechirim so'radik-ku axir. Kechirim bilan hayotimda qandaydir o'zgarish bo'ldimi? Sizning nafsingiz va qizingizning behayoligi bilan faqat o'tmishimni emas, kelajagimni ham kul qildingiz. Opa, bas qilasizmi yo'qmi? Onam endi tuzala boshladilar. Zilola o'zini zo'rg'a bosar. Irodaning ovozini o'chirish uchun onasini o'rtiga oldi. Bunchalik ham mehribonsan-a, Zilola? Iroda kesatdi. 2 oydan oshdi. Biror marta onamning tepasida uxlamay chiqdingmi? Minnat qilmang, opa. Qilgan bo'lsangiz, onangizga qilibsiz. Iltimos, meni deb janjallashmanglar. Ra'no xola o'tindi. Iroda, qizim, oz qoldi. Dori-darmonlarim tugasa, singlingni olib qishloqqa qaytamiz. Qachon sog'insang, o'zing borib kelasan. Biz seni boshqa bezovta qilmaymiz. Bu gap Zilolaga yoqmadi.
Uning bu uydan ketish niyati yo'q edi. Bir onasiga, bir opasiga norozi qarab qo'ydi. Iroda eshigini qattiq yopib, yana yotoqxonasiga kirib ketdi. Zilolaning qoni qaynadi. Bu qizingiz juda haddidan oshdi. Ko'rsatib qo'yaman unga behayolik qanaqa bo'lishini. Qo'y, qizim. Xafa bo'lma. Kasali og'ir shekilli. Uyidan joy berib turibdi. Pulimiz yo'q. Kel. Tinchgina shu yerda yashaylik. Haydab yuborsa, yana o'sha qishloqqa qaytishimizga to'g'ri keladi. Haydashni xayolga keltirguncha, o'zim haydab yuboraman qizingizni. Zilolaning vajohatini ko'rgan onasi qo'rqib ketdi. Yana boshimizga balolar yog'ilmasin. Shashtingdan qayt, Zilola. Zilola onasining gapiga quloq ham solmas. Xayolida nimalarnidir reja qilardi. Zilola endi opasi va Sirojning munosabatlarini poylashga tushdi. Maqsadi ularning orasi sovuqlashgan zahoti oraga suqilish edi. Siroj har tomonlama charchadi. Masjidga borib domladan maslahat oldi va ro'za tutishni boshladi. Iroda bir oydan buyon davolanar, lekin hanuz kasallik yengillashmagandi. Erining goh ishni, goh ro'zani sabab qilib uzoqlashishga harakat qilishidan battar ruhiyati cho'kib borardi. Siroj aka, rostini ayting, haliyam meni sevasizmi? Iroda shkafga suyanib yerda o'tirardi. Iltimos, qo'y shunaqa savollarni. Juda charchadim. Har doim bahona izlab qochasiz. To'g'ri, men kasaldirman. Hech bo'lmasa suhbatlashib o'tirsangiz bo'ladi-ku. Nega ayollar eri biror kasallikka yo'liqsa, unga umrini oxirgacha g'amxo'rlik qiladi? Erkaklar esa bahonalar topib ayoldan tezroq qutulishni xohlab qoladi. Iroda, sendan qutulish niyatim yo'q. Unda nega bunchalik sovuq munosabatdasiz? Bilaman, hozir tushkunlikdasan. Lekin mening ahvolim ham senikidan qolishmaydi. Kel, bir-birimizni tushunib, sabr qilib yashaylik. Sabr deganlariga ham o't tushsin. Iroda jahl qilib yig'lashga tushdi. Iroda, bunchalik o'zingni qiynama. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Tuzalib ketasan. Birga baxtli yashaymiz. Kuni bo'yi 4 devor ichida yolg'izman. Siz ham mendan jirkanyapsiz. Iroda. Jirkanish so'zini eshitgan Sirojning battar jahli chiqdi. O'zini bosib, yana tushuntirishga harakat qildi. Iroda, turmush qurganimizga ancha vaqt bo'ldi. Lekin senga yaqinlasha olmayman. Erkak kishi uchun bu juda qiyin. Ayniqsa, sevgan odaming yoningda bo'lsa-yu. Siroj gapirishdan to'xtadi. Iroda uni tushunmaganidan xafa bo'lishni boshladi. Hech bo'lmasa farzandimiz bo'lsa edi, u bilan ovunardim. Davolanib ol, bo'ladi. Shifokor davolanish qachongacha cho'zilishi noma'lum dedi. Kutamiz, Iroda. Men farzandli bo'lishni xohlayapman. Iroda, axir to'ydan keyin birga bo'lgandik, lekin sizga kasallik yuqmaganda. Balki yana Iroda, tavakkal qiladigan narsa emas bu. Iroda battar yig'lashga tushdi. Siroj uning yelkalariga qo'lini qo'ydi. Iroda uning qo'lini yelkasidan olib tashladi. Iroda, men o'zimni o'ylamayapman. Hozir sen kasalsan. Men sen uchun harakat qilib ishlayapman. Davolanish uchun ham ozmuncha pul ketmaydi. Xudo ko'rsatmasin, men ham kasal bo'lib qolsam, ishim orqaga ketadi. Moddiy tomondan siqilsak, davolanish ham kechikaveradi. Pul, pul, pul. Har doim hamma narsa pulga taqaladi. Xafa bo'lmagin-u, noshukrlik qilyapsan. Seni hozir tushunaman. Lekin bu sabrsizliging Xudoga ham xush kelmaydi. Uff! Iroda ortiq Sirojni eshitgisi kelmagandek quloqlarini berkitib oldi. Siroj taqdirga tan berib joyiga yotdi. Iroda kechasi bilan yig'lab chiqib tongga yaqin uxlab qoldi. Siroj bezovta bo'lmasin deb atay uni uyg'otmadi. O'ziga qahva damlash uchun oshxonaga kirganida esa Zilola stolni yasatib nonushta tayyorlab qo'ygan ekan.
Assalomu alaykum Siroj aka. Zilola uni pochcha deb chaqirardi. Siroj hayron bo'ldi, lekin indamadi. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Zilola mayin ovozda so'radi. Rahmat, yaxshi. Opamni urintirib qo'ymay deb sizga o'zim nonushta tayyorlab qo'ydim. Ovora bo'libsiz. Men ertalab nonushta qilmayman. Qahva tayyorlaydigan mashina Zilolaning orqasida turganda, Siroj gapirgisi kelmay, grafindan bir stakan suv quyib ichdi-yu, oshxonadan chiqib ketdi. Shu paytgacha nonushta qilmagan bo'lsangiz, endi qilasiz. Zilola o'ziga o'zi gapirib kulib qo'ydi va onasini aravachasiga o'tkazib, oshxonaga olib keldi. Oho, buncha chiroyli dasturxon. Birga nonushta qilamiz. Buncha kayfiyating cho'q. Opang qani? Uxlayotgandir-da. Zilola yoqar-yoqmas javob berdi. Unda dasturxonni kim bezatdi? Xafa qilyapsiz onajongina. Opamdan boshqa dasturxon tuzatadigan odam yo'q deb o'ylaysizmi uyda? Senmi? Ha. Sen qiz nimalarni rejalashtiryapsan? Rejang bo'lmasa, bitta piyolani u tomondan bu tomonga olishga erinadigan odamsan. Ayt, nimani reja qilding? Zilola kulib qo'ydi. Vaqt kelsa bilib olasiz. Qizim, rejang opangdan o'ch olish bo'lsa, qo'y bu rejani. Opam bilan nima ishim bor? Unda nimani istayapsan? Mol dunyo. Mol dunyo? Ra'no xola tushunmay qaytardi. Opam bilan kuyovingizning munosabati yaxshi emas. Bu ketishda shartta ko'chadan boshqasini topadi-yu, hammamizni quvib soladi. Bu kasalmand qizingizni endi nafi yo'q. Bir tiyinsiz ko'chada qolamizmi? Xo'sh, rejang qanaqa? Ko'chadagi ilib ketmasidan o'zim boshini aylantirib olaman. Esing joyidami? Ra'no xolaning rangi o'zgardi. Axir u opangning. Uff. Shu uchun ham sizga aytish niyatim yo'q edi. Darrov qarshi chiqasiz. Nima bo'pti eri bo'lsa? Aytdim-ku munosabatlari yaxshi emas deb. Men qarshiman Zilola. Menga buning farqi yo'q. Hozir sizni o'ylaydigan odam yolg'iz menman. Qachon anglab yetasiz? Opamga o'zi va eri bo'lsa bo'ldi. Sizga ham yaxshi ko'rganidan emas, rahmi kelganidan yordam berdi. Zilolaning so'nggi gaplari haqiqat edi. Ra'no xola o'ylanib jimib qoldi. Zilola onasining nozik nuqtasini topilganidan miyig'ida kulib ovqatlanishga tushdi. Iroda uyg'onganida uyda sovuq sukunat hukm surardi. U og'ir qadamlar bilan oshxonaga kirdi. Ovqatlanib o'tirgan onasi va singlisini ko'rib, battar kayfiyati buzildi. Zilola opasining kayfiyati o'zgarganini sezsa ham unga qarshi gapirmadi. Uyg'ondingizmi, opa? Zilola onasining aravachasini biroz surib, o'tiring degandek opasiga joy ko'rsatdi. Sizni bezovta qilmaylik deb o'zimiz nonushta qilaverdik. Pochcham ham juda erta ketdilar. Iroda indamay stulga o'tirdi. Uning vujudidagi doimiy og'riqlar nafaqat jismoniy, balki ruhiy kuchini ham so'rib bitirayotgan edi. Doringizni ichdingizmi? Iroda har tong onasining dorilarini o'zi ichirardi. Bugun kech uyg'ongani uchun qolib ketmasin deb so'radi. Ra'no xola ko'zini olib qochdi. Zilolaning ertalabki gaplari uning miyasiga o'rnashib qolganda. U qiziga avvalgidek minnatdorligi bilan emas, balki menga rahm qilyapti degan kibrli nigoh bilan boqdi. Ichdim, qisqa javob qildi Ra'no xola. Yaxshi. Iroda onasining o'zini tutishiga parvo qilmadi. Opa, ko'chaga chiqmaysizmi mabodo? Chiqishim kerak. Nega so'rayapsan? Menga bosh og'rig'i dorisini olib kela olasizmi? Uydan topa olmadim. Boshim qattiq og'riyapti. Ra'no xola buning yolg'onligini bildi. Ammo bu bilan nimaga erishmoqchi ekanligiga tushuna olmay, indamay turaverdi. Xo'p, olib kelaman. Iroda o'zi bilan olib kelgan grafinni suvga to'ldirdi-da, yana xonasiga kirib ketdi. Onasi Zilolaga pichirladi. Nima qilmoqchisan? Bosh og'riq dorini nima qilasan?
Menga dori kerak emas. Shunchaki bugun opam ko'chaga chiqadimi, yo'qmi, bilmoqchi edim. Bu senga nega kerak? Kunora shifokorga boradi-ku shundoq ham. Aniqlashtirdim-da, ona. Iltimos, har qilgan ishim uchun hisob so'ramang. Bir chetda mushfiqqina ona bo'lib kuzatib turishingizning o'zi yetadi. Zilola opasining tashqariga chiqishini intizorlik bilan kutdi. Iroda ha deganda chiqavermagach, borib yotoqxona eshigini taqillatdi. Opa, ko'chaga chiqasizmi yo o'zim borib olib kelaymi? Zilolaning gapi og'zida qoldi. Iroda ketishga tayyor holda eshigini ochdi. Mana ketyapman. Qaytishimda olib kelaman. Yaxshi borib keling. Zilola boshini ushlagancha xonasiga kirib ketdi. Irodaning ko'nglida tushunib bo'lmas shubha uyg'ondi. Qaytib xonasiga kirdi va kalitini olib eshigini qulfladi.